Go'sht demaydi, ukamning jigarimni oldiga boryapman dedim. Assalomu alaykum, Ilhom Moskva kanalining obunachilari, aka-ukalar. Men aeroport Domodedovga keldim. Bir ustozim, akam ertalab soat 8:30 da kelib Qarshidan Domodedov aeroportiga samolyot 8:30 ga kelib qo'ngan. Mana soat 2 dan o'tyapti. Hali ham chiqqani yo'q. 6 soat bo'ldi shu yerda aeroport oldida kutib o'tiribman. Ustozing kim u desalaringiz, videoni o'tkazolmay to oxirigacha ko'rsalaringiz bilasizlar. Video davomida qo'yib boraman. Aeroportda qanday ushlash, qanday savol-javob, nima bo'ldi, nima qo'ydi, hammasini batafsil o'zi aytib o'tadi. Ana aka-ukalarimiz yana kimdir reklamasi bor, reklama qilish bo'lsa, mashina sotmoqchi bo'lsa, biznes yuritmoqchi bo'lsa, ana biron bir magazinmi, nimalar bo'lsa, shu ekran tagiga nomer qo'yib o'taman. Bemalol murojaat qilsalaringiz, ustoz bilan birgalikda borib, inshaalloh video qilib, yaxshilab xalqimizga ko'rsatamiz. Nima deyman? Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videoni o'tkazolmay to oxirigacha ko'rishingizni so'rayman. Unda mana aka-ukalar Domodedov aeroportda turibman. Soat 8 erta bilan tushgan odam, soat 8 kechqurun aeroport Domodedovdan chiqdi. Hozir ma'lumot olamiz. Nima uchun 12 soat deganda chiqdi aeroport Domodedovdan. Videoni o'tkazolmay to oxirigacha ko'rishingizni so'radik. Unda biz ketdik. Aka-ukalar, mana nakонец-то ustozimiz chiqdi. Ustozing kim u degan insonlarga mana Sayfiddin TV hammalaringiz tanisizlar, bilasizlar, xalq xizmatida. Xudo xolasa mana o'zi batafsil ma'lumot beradi aeroport ichida bo'lgan holatda. Assalomu alaykum. Akamjon yaxshimi? Zo'rmi? Tinchmi? Bizda obunachilarga bir ma'lumot bersangiz aka. Assalomu alaykum. Ilhom Moskva kanalining ashaddiy obunachilari, jigarlari. Mana bugun 25-iyun. Ya'ni soat 8 dan o'tyapti. 9 bo'ldi. Biz 9 bo'ldi. Sizlarga ozgina aeroportdan ma'lumot bersam, kecha, ya'ni 24-kuni kecha saharlab uchganmiz. Aeroport Qarshidan aeroport Domodedovga keldik. Soat 8 da kelib tushdik. 8:30 da. Ertalab, shu bugun ertalab 8:30 da kelib tushdik. Hech narsadan ishlama yo'q. Pasportlarni yig'ib oladi, ichkariga kirib ketdi. Prичина nimada? Prичина birinchi rolda. Endi kim qanaqa tushunadi bilmadim. Telefoning bormi, yo'qmi? Telefoning yo'q bo'lsa, 4-5 shu 6 mashinlarda qaytardi ham. Xullas bir narsa yo'qda, bir prичинasi yo'q. Men tushunmadim, nima sababdan unday bo'ladi. Biz men bilmadim nima prичина bo'lgan. Xullas telefoningiz bo'lishi shart ekan. Telefon bo'lmasa, nimaga telefoning yo'q? Qayerga boryapsan? Kirgizib ketadi, shu bilan bir xillarga ishtarab yozib beryapti, bir xilda qaytardi ham. Men telefonim bor edi. Shunda ham ushlab o'tirdi. Hech nimadan ishlamay ushlab o'tirdi. 12 soat ushlab o'tirdi. 8 dan 8 gacha ushlab turdi. Shunday, 8 dan 8 gacha ushlab o'tirdi. Bilmayman, nima prичина bo'ldi, bilmayman. Aytak boshqa yerdan kelyapti. Buni O'zbekistondan o'zimiz bilan Qarshidan bilan uchgan aka-ukalarimiz bilan keldi. Ular chiqib ketdi. 1 soat to'xtagan yo'q. Kelib shunday chiqib ketyapti. Faqat Tojikistonmi, pasport yig'ib oladi. Tamlaydi, tamom. Shu bilan borib o'tirsang o'tir, mana shu ahvol. Shunday vaziyat mana bugunga. Ko'zim bilan guvoh bo'lib kelyapti. Ichkarida nima savollar beradi ki, misol, ya'ni kelgan ichkarida savol endi har kimga har xil savol beradi. Birinchi o'rinda telefon chiqardikda. Telefoni bo'lmasa, keyin yana gapi ko'payadi. Telefon bergandan keyin qayerga boryapsan? Kimni oldiga nima ish qilasan? Qayta men go'sht kelganman. Shu gapim tamom. Ilhom Moskvani oldiga boryapman demadingizmi? Sizda aytganingizda Ilhom Moskva kanalining admini Ilhom ukamiz oldiga boryapmiz. Xudo xolasa biz bir necha kun shu yerda bo'lamiz. Oshig'i bilan shu 2 hafta shu yerdamiz. Bilan xizmatlaringiz bo'lsa, mana shu Ilhomjon shogirdim bilan birgalikda borib elga yoritib beramiz. Sizlar omon bo'linglar, qayerda bo'lsangiz jonlaringiz omon bo'lsin. Video chiqqandan bitta like bosing.
esdan chiqmasin. Sizlardan hech nima so'ranmaydi. Bitta like hech nima so'ranmaydi. Bitta like qo'ysangiz bizda ham ko'nglimiz xotirjam, yuzlaringizni ham shu yangiliklardan xabardor turasizlar. Salomat bo'linglar. Unda biz tugatdik.